Mercedes-Benz C-Class 205 kuzupi. Amerikanskiy variantda 2019-yilgi Tommy Sinisvetlarda 2 объемda benziniy motor. Обмен yo'llari bor dedi. $15.300 kelishim yo'llari ham bor. Navrotlari yaxshi ekan. Ledlari bilan uzun zavodskoy diskalari, 360 kamera, panoramniy lyuk. Aynada jigar, бесключевой слепой zona, elektropakет, память сидения, телевания, ko'prik, подогрев сидения, bulmester, akustika, atamankalari bilan mana bunday seriy кожаный salon, черный потолок, panoramniy lyuk, multirul, elektronniy tablo, navroti zo'r dedim aytgan, monitor, ichlari shavi upravlение media, luzonniy klimat kontrol. $15.300 naq pulga bo'lsa arzon qilib beradi. Mana ichlari ekan bulmester akustikani aytdi, navrotchini bu ham ancha-muncha Mercedes bo'lmaydi. C-Class 205 benziniy motor, LED stopda, mana bunday stoplar ham ancha-muncha C-Classda yo'q. 18-19 lar nazar tutyapman. Обмен yo'llariga kelishasiz, naqqa bo'lsa arzonroq qilib narxini kelishib bo'lsa, Mercedes bilan bo'lsin. Sog' bo'ling.